Usta, bu çayını işçiye verdiniz. Bizden ballama Tursuncan Zunun ustazla hep mangamlıdı ya, kadar ne saklat hep o? Ben hazır telefon kılıp alaqlaşqandım balla bilen. Şu yolda kilovatımız az kaldı deydi. Kevetipti mi? Ay, esli özüm bazen pek yaxşı oladı ustazın ağılar. Peki şu, azak bir repetiz kıvalayı dedim de hem de ustaz kerseleri çelik cümleyle de temtire kılmaydı. Ustazım, siz bu temtirsiniz ne hem de bana keyin bitip Ya, o anda demem, temtireyimiz hem de temtireyimiz. Temtirmeydi iş olandı, manda seni diye karan. Xili men diye adamlarni temtirdi o. En ustiga azı kilovat kılı, o adetki adam emas, o boş adam emas o. Bizde o ne sanatkarlarni tarbiyalab chiqargan bir sanat ma'rifchisi o. Ondan başka katta bir sanat tadqiqotchisi. Hamda shunday bir katta ustoz kelvatsa, temtirmasam qanday bo'lar? Şu ustoz degan shunday talabchan bo'ldi. Shunda temtirib yurkim bir xil ensiz so'qotirlik. Biz biror gap so'zlar ketkizib qo'yamanmi, shaxsan men. Bizning bir kamchiliklarimiz bo'lib qolsa, shu muallim tadqiq qo'ytammi debchi. Ensirab ketib qoraman. Shu. Her qanday ustoz shunday shogirdlarga yuqori talablarni qo'ydi ekan, burundan boshlab, shunday talabchan ustozning qo'lidan mana shunday sizga o'xshash, mana shunday yaxshi shogirdlar yetishib chiqdi. Tursunjon Zunun ustozni men ish qilib bak ko'rmaklayman. Men shu Tursunjon Zunun ustoz men sana shu endi o'qiyotganda bizga mu aktyorlik jihatdan, naqshi jihatdan, ovoz jihatdan dars berib bizni tarbiyalagan acayip hürmetlayman bu o'qituvchimni. Hem bek faxrlanaman. Rost Gulistonada ustoz degan shunday talabchan bo'ldi. Tursunjon Zunun akamizni televizorlarda ko'rib, bak xush bo'ladi. Hozir naq maydonda ko'rishni o'ylab, ham bak xush bo'lib ketyapman. Shu, hammamiz xush bo'lyapmiz. Hamda o o'zim san'at ma'rifida artistlarni, san'atkorlarni tarbiyalagandan boshqa o'zimni aytib ko'p qirliq bir san'atkor hamda o. Sahne san'atidan boshqa o ekran san'atlaridami alayda rollarni elib kinolarda shunda ama hammamizni ish qilib bir jalb qilgan bir san'atkor hamda u. Ustoz. Oy, ana, ustozmi kelib qoldi ya? Siz başlamışsınız. Keling ustoz. Sizni men boshlatmayman ya. Ana, tinch chiqmang. Salom, tinch chiqma ustoz. Obdan. Salomat keldik. Yaxshi, salomatligingiz yaxshimi? Yaxshi. Ey, ma'lum. Keling, o'tiring. Keling, marhamat. Keling. Ustoz, o'z qo'lingiz bilan bir choy berib olaylik sizga. Ey, Tursunjon Zunun ustozni ko'rib xush bo'ldim men. Qani ma'lum. Rahmat. Qani. Qalaroq o'zingiz salomat turib o'tamsiz. Shamol uchirib keldi. Meni hamda Şu Guliston degan bir shamol uchirib keldi meni ya. Şu qizchaq. Laparni shamolida. Shundaqa. Şu singlimiz, şu lapar san'atini bir ro'yobga chiqarsak aka. Şu san'at turini qaytadan bir tomoshabinlarga bir sunsak deb bu bak bir tirishchilik ko'rsatdi. Şu singlimizning turtishida mana bugun endi siz bilan so'zlashib o'tiribdik. Şu singlimizning mashunday tirishchiligi bilan ben bu yerga kelib mana bugun siz bilan ko'rish fursatiga erishdim. Oldi bilan sizning salomat obdan tug'iliqingizni bak ko'rib xush bo'ldim sizni. Siz bilan ko'rish fursatini bergan shu Guliston singlimizga rahmat deyman. Voy sizga rahmat, ustoz, sizga rahmat. Ustozmi keldi? Oldin bir tanishib o'taylikmi? Ha? Shunday qilaylik. Muallim, men sizga bu o'tgan mehmonlarni bir tanishtirib o'tay. Ahadboq ustozni siz berasiz. Bizning ataqli san'atkorimiz, elga tunilgan bizning peshqadam san'atkorimiz, ustozimiz mening lapar hamroyim, lapardagi ustozim. Bu go'zal xonim bo'lsa, shu Shinjang Sehrli gul savdo-cheklik shirkatining bosh vakolatchisi Zo'ragul. Bu o'moq sonimiz bo'lsa, o'sha Shinjang Sehrli gul savdo-cheklik shirkatining
xizmatchisi bo'ladi. Bu Aysha singlim. Bayam Tursunjon ma'lumni aka geçimi tanışkansınız ha. Ilgiramay qoldi. Bugun muallim shu bizningki programmamizni oddiy ko'may, qimmatli vaqtingizni chiqarib qadam tashrif qilib berganligingizga chin qalbimizdan rahmatimizni bildiramiz. Bugun sizning shu qimmatli taklif fikrlaringizga, og'zingizdan chiqqan shu durdonalaringizga tashna bo'lib o'tdik. Shu muallim bizningki shu programmani ro'yobga chiqarganligimizga qanday ko'z qarashda bo'lgandi, yana bizni qaysi jihatlardan yetaklaydigan deb shunday taqozo bo'lib ketdik. Shundaqla ekran oldidagi ko'rurmanlarmi meningcha bizga o'xshash hissiyotda sizni bek sevindi. Mana bizning bugungi programmamiz orqali siz bilan yana qayta yuz ko'rishdi. Meningcha hammalar nihoyatda bizga o'xshash hayajonlanib o'tadi deb o'ylayman. Shu suhbatimizda Tursunjon ma'lum bilan shunday yaqin oraliqda o'tirib, shunday qarab turib, shunday bir suhbatga qatnashganimdan men bek xursand. Tunji savolimni men bir so'rab olaymi? Men boshlayman mana. Sizni ko'rganda quyayotganim yo'q. Savol so'rabni to'g'im bor. Jiqaq narsani bilib olay deb. Javob beralsam bo'ladi unga. Ma'lum. Siz unda demang, siz javob berasiz albatta. Men taqamda bilan. Siz javob beradigan savollarni so'rang. Lapar san'atining tarixi uzun ekan. Bu lapar san'ati ham tarixdan o'rinib kelayotgan bir san'at shakli. Bu shakl mana hozirgacha davomli shu ustozlar bizga davomlashtirib kelyotdi. Masalan desak bizning Xotan viloyatlik Yangi Qashtishi Naqshusul o'migida Sulaymon Ro'zi deb bir ustoz bo'ladigan lapar peshvosi. Men o'sha Xotan viloyatlik Yangi Qashtishi Naqshusul o'migida Mushu lapar san'atiga izchil qatnashib kelyapman menda hozirgacha. Lapar san'ati shunda chiqqandan keyin so'rindagi odamlar o'zligidan kayfiyatlar boshqachaligi, bo'lib ketganimda. Birdamda shu chavaklar chelib, shiqilib, o'tdi, o'pu deb yandikilarni jim qilib, "Ani ko'r" deb qarasak, bu lapar san'atining shu tomoshabinlarga ta'sir ko'rsatish kuchi bir qadar zo'r ekan. Mushu lapar san'ati bilan boshqa san'at shaklining ularni farqlanadigan yeri qandaqdir. Bu boshqa san'at turi bilan shuni bir o'xshamasligi degan bir yerlarda kallamda yomon bir maqola yozay degandim, shunday yerlarda qisilib ma'lum. Toza jumlalarni joyiga ishlatmay maqolamni bitirolmay qoldim chun. Tutadi. Shu mushu jihatda sizdan bir so'rag'im keldi endi. Rahmat. Shuni aniqlama bersangiz. Rahmat. Oldi bilan sening Masha laparni qaytadan jon kirgizib sahnaga chiqarganimdan muborak bo'lsin. Rahmat. Bak yaxshi chiqibsan. Chunki bu uzun tarixdan buyon sahnalarda har xil sharoitlarda, har xil o'rinlarda o'rinib kelgan xalq eng yaxshi ko'radigan bir san'at turi. Bu jutkasi bo'lmaydi. Buni davomli yana davomlashtirishimiz, buni varislik qilishimiz, buni texmi taraqqiy qilishimiz kerakdi. Shunga hozir chiqqanlarninki bu burungi laparlarni qaytadan yana o'rindab, bunga jon kirgizib, laparni yengilab, moslashtirib, ichqimni anglab, qo'shildim. Bu ishlarni to'xtatmay, texmi yaxshi berishimni umid qilaman. Xo'sh, endi lapar shakliga kelsak, biz nurg'un har xil arandagi laparlarni ko'rdik. Shakllari nurg'un ekan. Men bunda bir qisqacha ixchamlab baksam, laparning o'zila hozir qarab baksak 4 xilga ayrilgandek turadi. Shundami? Bu odatda biz diqqat qilmay qoldik. Unda tadqiq qilib baksak, bu laparning turlarini xili ko'p ekan. Endi hozircha men bilgan, ko'rgan laparlardan ixchamni qolganda, masalan, birinchisi madhiya xarakterlik lapar. Bu partiyani, xalqni, vatanni ko'ylaydigan. Masalan, vatanni bor. Vatanning yeri kari boyligi to'la. Ana butunlay vatanning hamma yerini maqtaydi. Madhiyalaydi. To'g'ri. Bu xil laparlar xayli omma orasida kam umumlashgan. Madhiyalash. Ikkinchi turi ishqi muhabbat to'g'risida. Masalan, Olmaxon
Bu laparni xili umumlashgan. Ondan Badam Doppam. Mehmet Atlan Meryem Nasir oynagan. Mush xildagi ishqi muhabbat madiylaydigan, ta'riflaydigan bu xil laparlar. Üçüncüsü komedik laparlar. Masalan, Qaryorg'am. Bunun da bütünlük, acibi, kızıkçılık, yumurluk, işte hareketli var, tekisi şunda, kızıkarlık, ahir nazırkın bilen tügeydi. Bu komedilik laparlar. Komedilik. Hem de dördüncüsü satirik lapar. Bu bütünlük cemiyetteki her xil kanunga xilaf, xalqqa yoqmaydigan, xalqqa ziyonliq mushunday bir ishlarni Qamchilaydigan. Masalan, G'o'jaldirvoq bu butunlay xo'jamatchilikni so'kib, shuni chiviqlaydi. G'o'jaldirvoq taxtchining taxtini urib yerga choq. O xo'jamatchilarni Kichik vaqtimizda anglagan. Ondan ligilang. Ligilang. Men gap qilmaysiz Alloh. Bu xil hammasi xalq ichidagi bo'lmag'ir ishlar. Masalan, ishlarni tanqid qiladi. To'rt xilga ardoqandi. Odatda ko'proq uchraydigani birinchi, ikkinchi xili ko'proq uchraydi. Uchinchi, to'rtinchi xillarimiz chiqdi. Hatta azif qoldi. Ko'pinchisi shu masala o'rinlayotganlar hammasi madiyalash xarakterlik, ishqi muhabbat xarakterlik. Ishqi muhabbat xarakterlik. Ishqtirligi. Demak, ixchamlab qaraganda mana to'rt xil laparning shakli to'rt xil bo'ldi ekan degan ko'z qarashda qarab boqdi. Tadqiq qilsak, masalan, turdi. Endi buni asli Ahad Baqidek, Asqar Raqibdek, mesela davamlıq lapar oynab, müşahiddə nurgun əcir sındırgan sizler sözü sanla doğru oldu. Biz fakat tədqiq xarakterlik bununki müşahidlərini kıldık. Hem de xili tört xil dedik. Endi bunun laparının özüge gelsek, bu başka sanat janrları bilen oxşumaydigan yani bir neçə yeri var. Mesela birincisi bunun teksti. Edebiyat cəhətdə laparның teksti başqa naqşı usulundan ki tekstlərə oxşamaydı. Bu tekst bütünlük ixcham, konkret ne oldu? Yani biri sözüne ait tatlıq, ammabab. Başta sözler bilen şiiri aşağı yazıldı. İkincisi müzikisi. Bunun ahangları anlasa adamga shunda yoqadi. Unda bo'lishi xalq orasidan kelgan. Xalq naqshlaridan uzib olingan. Ommabop bo'lgan ekan, bu ommaga bak yoqadi. Bak yoqadi. Ondan ahang bak murakkab emas. Nati oddiy, ixcham, harakatchan. Ritmi sho'x. Mana muzika. Sonra bu ikkinchi alohidligi. Üçüncü alayidligi o'rindash jihatda. Bu o'rindashda usul, naqsha, muzika, obraz. Ondan keyin har xil yumorliq harakatlar. Boshda 5 xil o'rindash bor. Bu 5 xil o'rindash bir vaqtda mujassamlanib ijro qilindi. Mana bunun qiyinlik darajasi mana mishad. Laparga har qanday adam chiqaman deb chiqolmaydi, o'rindayolmaydi. Lapar o'rindaydigan adam avval usul bilish kerak. To'g'ri. Naqsha ayta olish kerak. Ondan o'rindashni bilish kerak. Undan keyin komedik harakatlarni bilish kerak. Qiziqarli. Tekstlarga mos holda har bir tekst, har bir harakat qiziqarli. Qiziqarli. Unda jim turib aytadigan ish yo'q. Bu laparda boshdan oyoq medirlab turdi. Harakatchan. To'g'ri. Şuna xalq yaxshi ko'rdi. Ondan bunun ta'siri cho'nqur bo'ladi. Shunga bu laparning alohidligi biri teksti ixcham, oddiy. Usul, naqsha, muzika, o'rindash, komediya,
yumor, mesela hamma tarafni mujassamdirib o'ynaydigan gap. Mesela qila olsa anda lapar bo'ladi. Ha, ustozning og'zidan bana anglab men mana. Şu anda ben laparcha emas. Hozirgi gaplaringizni siz o'g'irlab ekansiz. Hozirgi gaplaringizni siz cho'qim lapar o'g'irlab ekansiz. Bejinda o'qiyotgan vaqtimizda millatlar ansambldan Trimkam kelib bizga 3 lapar o'rgatgan. Shu chog'da 1-2 yil bu laparni Bejinda o'ynagan. Mana men dedim mana. Azroq laparninki ta'min tetib baqqan. Shu. Endi hozir biz ma ko'rayotgan anda laparning butun umum tarixi, taraqqiyoti, buning ijtimoiy ta'sirini aytganda, mana da tadqiq qilsam, bayqadak bu laparninki 3 xil alaydirligi bor ekan. Anda laparning o'zila yana 4 xilga bo'lindi ekan. Bu hamda hozirgi da tadqiq qilgandagi bir ko'z qarash, to'g'rimi, xatomi, bunga sizdek amaliyotchilar ba'zilar. Ya, bak to'g'ri dedingiz ma'lum. Bayam sizningki shu lapar san'ati to'g'risida so'zlaganlaringizni sizning og'zingizdan anglab, texi bu laparni toza tushunib ketolmaganligimni his qildim-ku. Men bara tushunyapman buni. Bu lapar san'atining tarixi uzun ekan. Buni tarixdan hozirgacha hamda ustozlar shu davr shunday o'rlab bizga yetkazibdi. Fakat biz lapar debla buni oddiy bir ism bilan atamizdan bu zodi qanday bir janr. Bayam siz degandek mana cho'nqur qatlamli mana tadqiqotlarda hamda biroz ojizligimiz bor ma'lum. Shunga sizdek ustozlarga biz muhtoj. Sizning og'zingizda shunday gaplarni anglash uchun. Hey, sizdan shu 5 minut bir planni anglab olsak ma'lum 5 yil dashud o'qiganda o'qilamiz. Buni bella tadqiq qilamiz. Ma'lum, menimi bir savolni so'rag'im kelyapti. Biz endi 80-yillarda tug'ilgan bolalarda endi biz endi shu 90-yillardan boshlab endi laparlarni, ustozlarning laparlarini ko'rib cho'ng oldik. Ular qiziqib, o'rgandik, maktablar faoliyatlarda o'ynab yurdik degandek. Ham tuyuqsiz o'tirib, siz bilan mo'ngishib, mana bir savolni so'rashganlar kelib qoldi. Shu lapar qachondan boshlab shu bir sahnalarda o'yinlashga boshlagandi? Qiziqib qoldim bir xil shunga. Anglashimizcha buning tarixi uzun ekan. Balkim biz tug'ilmagan vaqtlardami sahnada o'ynagan bo'lishi mumkin. Endi mening bilishimcha, masalan, o'sha 51-52 yillarda Qashqar san'at umigida kichik bir necha bolalar bilan oq sahnada o'ynaydik. Chunki mening dadam opam shu Qashqar san'at umigida ishlayotgan vaqt. Tunji qatim shu g'ayrsanni qo'yganlar. Biz shu oq sahnada sahna yon taraflarida ko'rganda biri yo'lbosqan deb. Yo'lbosqan akam. Asvat. Ondan Kamal deb bir odam bordi. Bu ikkalan sahnada mesela lapar o'ynaydi. Ularning chiqqida sahnada shu chog'da mana hukumat, partiya yangi ideyani, chunki yangi ozod o'g'il vaqt emasmi? Hamma jihatdan ozodlikka yuzlanish, ondan iqtisodni taraqqiy qildirish, yomon illat malani tugutish, mana tashviq qilayotgan vaqt. Naq shu chog'da jamiyatda oz sonda kishilarda yomon illatlar xeyli bor ekan. Uning ta'siri chunqur ekan. Shuning qarta shu Yo'lbosqan bilan Kamolkam ikkisi har xil laparlarni o'ynab chiqdi. Masalan, matbuaqi. Bu aloqa kamchilik aytganiga g'arq ichib, emgak qilmaydigan. Mushnoqlarni so'kib o'ynagan. Buning ahongi, "Oy, matbuaqi" desa, "Akilib yo'lab qo'yaymi, matbuaqi" deb yo'lab qo'y. Ikkita desa turolmaydiganlar. To'lari qichib, maqoladan ketgan. Ikkinchisi emas. Emas. Sanda odam maslani chiqargandan keyin pastda o'tirganlar. O'yin ko'rib o'tirib, seni de o'tirdi desa. Men emas, seni de o'tirdi. Men emas, seni. Bir naq maydonda bu tanqid
joyiga tegadi. Mana bu komediyaning ijtimoiy ta'siri. Mana 60-yillarga kelganda biz jamiyatda qayerdan paydo bo'lishga bir xil xushomadchilik ko'payib ketdi. Mushtalan ekan, yana shu Ulaskam, Hasan Yusuf bular birlashib Xo'jaldirvoqni chiqardi. Xo'jaldirvoq deb bir laparni. Xo'jaldirvoq, taxtchining taxtini urib yerga chop. Bu orqali jamiyatga rahbarga uningga buni xushomat qilib butun ishni buzadigan mahil yomon illatlarni tanqidladi. Nurg'un odamlarni mushtaqib tarbiyalayotgan. Lapar o'sha partiyamizning, hukumatimizning chiqargan siyosatlariga qarata nihoyatda yaqindan masaj oladi. Darhol tashviq qila oladi. Ondan yaxshi ishlarni madiyalaydi, ma'lum bo'lsa yomon ishlarni chiqmaydi. Mana bu laparning kuchi. Mening ko'rganim, masalan, 50-yildagi, 60-yildagi bunday laparlar. Oniki yaqinroq kelsak, boyaqa degan, Xotandan Sulaymon. O'zi Tashqaridan Qaysar. Hozir mana naqshchilamoqda. Aslida 60-yillarda Maryam Nasrlar, Muhammad Davudkam bosh kelgan nurg'un laparlarni o'ynayotgan. Bu uzilib qoladi deganda men yaqinda Asqar aqib chiqdi. U yana laparni varisga davomlashtirib keldi. Demak, bu lapar mana uzilib, davomlashib kelyapti. Ammo yaqindan beri qarasak, yana uzilib qoldi. Jamiyatga har xil harakat, o'zgarishlar ba'zi buning ta'sir ham bo'lishi mumkin. Bu ishkinglar ko'milib qolay deyotgan girdova kelgan laparni qaytadan o'tirib chiqaribsizlar. Shunga nəhayət xoş oldum. Mən ko'rgan laparlarning ichida seninkini ko'rgandan keyin hech qilganim yangilik, xuddi burun men ko'rmagandek. Amaliyotda ne ko'rib bo'lgan buni o'z vaqtida. Ular bir qo'li laparlar ma'lum. Lekin menga vaqtim yangilik tuyuldi. Unda bo'lishga sabab birinchisi odam o'xshamadi. Yana biri muhit, sharoit. Sahne emas. Bana yarg'a yeri mana ya. Ondan bütün muhit tabii yasagan ish yo'q. Bu ikkinchi alaylığı. Üçüncüsü harakat, mimika, naqsha, o'rindash, mojaatma yangilik qo'shilibdi. Xarajaq yangiliklar qo'shilib o'tibdi. Balkim bundan texmi beyitib, ma'nodan yaxshi o'ynab chiqishi mumkin. Yana biri kiyim-kechak, grim. Bu laparning kiyim-kechaklari o'zi sho'x bo'lgan ekan, va rang qip-qizil chiqibdi. Qizil rang texmi sho'x ko'rsatdi. Va material yaxshi tanlangan. Ondan tikilishi, fasoni tipik milliy xarakter chiqibdi. Anlasam qilijiq laparlarni o'rindabsa, yana o'rindamoqchi ekansizlar. Mening xo'sholig'im ishqilib, mush lapar yutib ketmay, bironqi joyiga kelgin turibdi. Balki uning bir muncha yangiliklar qo'shilib, bit yo'lida mengibdi. Shunga seni tabriklayman. Muborak bo'lsin. Rahmat. Lapar san'atimiz texmi taraqqi etsin. Rahmat ma'lum. Rahmat. Bizga shunday yaxshi takliflarni berdingiz. Ba'zi bir his qilinmagan taraflarni mana Zomualim his qilib bizga ko'rsatib bergan bo'pti. Alayliklarimizni, kamchiliklarimizni bilib olsak mana. Bundan keyin endi mushu qalbi laparlarni o'ynash safarimizda yana davomli ustozlarni avar qilib turamiz. Maslahatlarni so'rab turamiz. Ma'lumning bayonqi deganlaridan men bak ta'sirlandim. Hamda nima desa laparninki necha xil turga bo'lindi. Lapar san'ati bayon media dedik, vatanni, xalqni, yurt makonini medialaymiz hamda. Undan boshqa yana o'sha media bilan birga xalqni yaxshi yo'lga yetaklaymiz deymiz. Masalan desam, bizniki Sulaymon Ro'zi apandi ijodiyatida teksti ham muzikasi Sulaymon Ro'zining Mo'shuningdagi bir ijodiyatda masalan desam, oshpaz ham bilan zagajon deb bir lapar bor.
Lekin bu laparni yo'sin cho'ng bir qilin, muşunda bir roman bo'g'idek bir narsa bor uning ichida. Bayam ma'lum degandek turib to'g'ri. Laparning kuchi bak zo'r ekan dedim. Gerçi biz lapar san'atininki balki materiali emas turmiz. Ha. Menimcha, mening ovozim toza yaxshi emas ma'lumcha. Po'qoqman. Ha, joyiga tushgan. Endi shu ko'rib, shu Sulaymon apandining, shu Sudiya xonimninki apaylining shu laparlarini, Mehmet Davud kamning, Maryam Nasir ustozninki shu laparlarni ko'rib kichikimizdan boshlab qilgandan keyin bunga aytib bir qiziq o't tutishib, shu o't bilan shunday kelyapmiz. Hamda bu nayt güzel bir ovozni talab qilgan bir san'at turi ekan. Men naqsh o'qiy olmasam, garchi po'qoq ovozda bemishlik qilib kelyapman hamda. Balkim endi ko'rgandan keyin tomoshabinlar buningga nurg'un takliflarni berishi mumkin. Ovoz mashqini bir o'ngshig'in ma'ni deb qilamiz. Men ko'rib cho'ng bo'lgandan boshqa butun tomoshabinlar ko'rib cho'ng bo'lgan tomoshabinlar bakchiq. Masalan, ma ikki xonim o'tiribdi, ma xon qizlar bularmi shu 80-yillarninki, bolalarniki deymi 90-yillarda. Mushularmi shunda laparni ko'rib, shunda ko'rib cho'ng bo'lgan narsalarmi? Televizorlarda ko'rgan bugun o'z ko'zimizdan ko'rib, qimba xush bo'ldik. Shunda fursatlarni yaratib bergan Serlik Gul shirkatimizniki lideri Yurgul xonimga chin ko'nglimdan minnatdorligimni bildiraman. Bugun Yurgul xonimniki jiddiy ish chiqib qolgach kelinmay qoldi. Sizlarni ko'rib xush bo'ldik. Rahmat. Men shu Tusunja akamni bu vaqt televizorlarda ko'rgandan keyin bir ko'ra olamanmi, yuzturan ko'rish fursatlarini pek o'ylaydim. Bek hurmatim bor bu ustozga. Shu bugun bu yuzturan ko'rish ham suhbatda haqiqatan baxushal bo'ldim. Rahmat. Shu Şinjan Sehrli Gül savdo chekish shirkati bizning shu Laparning Sehri nomli programmamizni Şinjan Sehrli Gül savdo chekish shirkati mablag' jihatdan qo'llab, mush programmamizning xos nomini oldi. Bundan keyin bizning programmamizning nomi shu Şinjan Sehrli Gül savdo chekish shirkatining nomidan bilinmoqdi, ma'lum. Bu bek yaxshi oldu. Jamiyatning taraqqiyoti ma'rif san'at bilan bo'ladi. Oldi bilan ma'rif san'at taraqqiysa qolgan taraflarni yetaklab mangadi. Lekin buningga iqtisod olmasa yana bo'lmaydi. Buni taraqqiyda olmaydi. Shunga Sehrli Gül shirkati bu qatamqi bu lapar san'atining vujudga chiqishini alayda qo'llabdi. Men anglab nayt xush bo'ldim. Men shunday shirkatlar ko'paysa, o çağda bizim sanatımız, marifimiz tam taraq qiladi. Bizning Sehrlik Gulda ajoyib sehrlar bor. Sehrlik Gulda mehr muhabbet bor, inoqlik bor, biz-birimizni qo'llash bor. Shundaq bir yaxshi imtiyozlar bor. Shunga men Sehrlik Gulda taraqqiy qildim. Yana bundan keyin ham tirishman. Sehrlik Gul shirkatining lideri Yurgul xonimga cho'nqur minnatdorligimni bildiraman. Şinjan Sehrli Gül savdo chekish shirkatini siz qanchalik tushunasiz? Bu Serlik Gül shirkatimizda ayollar sog'lomlik mahsulotlari, xonim qizlarningki teri asrash yurishliklari, yana uningdan boshqa qon to'liqlash uchgar choylarimiz, yana qavziyat mevalarimiz qatorliq 16 xildan ortiq mahsulotlarimiz ishlab chiqarilib bo'ldi. Bu mahsulotlar intayin ishonchlik bo'lg'achqa hammalarninki olqishga erishib keldi. Sehrli Gül degan bu marka rostlam sehrli ekan. Men shu gapinglarga qarab bir narsa o'ylab qoldim-chi. Mushu bizning programmaga hamkorlashish jarayonida sizlarning mushu Örgül lider, Örgül singlim bilan biz fikrlashdik, mungdashdik. Mushu jarayonda bu singlimning mijozi nayt tuz, bir xil ochiq, yo'ruq, keskin mijozi bor ekan. Shunda bir xil chiroyimdek iliq bo'lmoqga o'zicha bir xil mehr muhabbatli qizdek his qildim. Nayt kan qursak, menimcha shu Örgül lider sizlarga chuqur nayt mehr muhabbatli deb o'ylayman. To'g'ri deysiz-da. Haqiqatan to'g'ri topdingiz. Liderimiz Yurgul xonim haqiqatan bek isil. Cho'ng'ulik qilmaydigan, kichik qilmaydigan, ba'zilarning ochisi, ba'zilarning singlisi, yana ba'zilarning hadisi, hatto o'zidan cho'ng apashlarning qurdishi bo'lib, nurg'unlarga yo'l ko'rsatuvchi, bizdek hamda nurg'un chiqish yo'lini topolmay iqtisodiyan qiynalayotganlarga chiqish yo'lini chiqarib shirkatdan o'zi yetaklab mangadigan mayli kim bo'lishdan qat'iy nazar ishonch bilan muomala qila oladigan
Her qanday adamga o'zininki qayil qilarliq so'zlari, muhabbatlik muomalasi bilan nurg'ulg'an kishilarni o'ziga tortib, hammasi ishonch bilan muomala qilib kelmoqda. Shunga hozirgacha hammadan bildi bizning atrofimizda Serlik gulda ishonch bor. Nimishqa deganda bu Serlik gul so'chak shirkatimizda nurg'un ayollarning chiqish yo'li bor. Nurg'ulg'an ayollarga rahmat so'z bor. Yana nurg'ulg'an ayollarning ko'z yoshining keyiniki baxt safari bor. Shuningga Serlik gul so'chak shirkati haqiqatan ser bor. Mahsulotlarimizni ishlatganlarning rahmat so'zi, razmanlik inkaslari, onun boshqa xaridorlarimizningki bizga bergan ishonchlari, xaridorlarga bizning bergan mas'uliyatimiz to'liq bor. 16 xil mahsulotimizning buning ichida turmush buyumlari bor, rangli kirim buyumlari bor, sog'lomlik mahsulotlari bor. Hamma turmush buyumlariga ehtiyojimiz tushgachga har millat xalqimizningki yoqtirib ishlatishiga hozir muyassar bo'lib kelmoqda. Muborak bo'lsin. Ishqilib sizlar bilan bu programmamiz orqali hamkorlashganligimizdan biz nihoyat xushal. Mushundaq bir korxonchilarning ko'plab maydonga chiqishiga, mushundaq xonim qizlarimizningki mushundaq o'zining taraqqiyot yo'liga mangadigan dag'dam yo'llarni ichib bergan bizning partiya hukumatimizga chin qalbimizdan rahmat aytamiz. Bizning shu yaxshi siyosatlarimizda biz mana shundaq erkin ozoda xushal xo'ram yashayapmiz. Şoň sizlarni mana partiya hukumatimizning yaxshi siyosatlarda, keng siyosatlarda mana Hörgül xonimning şirkatida yaxshi taraqqiy qilib kelyapsizlar. Bundan keyin şirkatning taraqqiyotiga hammamiz chin qalbimizdan yaxshi tilaklarimizni bildiramiz. Taraqqiyotinglarning texmi ro'naq tepishiga chin qalbimizdan tilakdoshlik bildiramiz. Rahmat sizlarga. Sizlarga rahmat. Bugun bak yaxshi paranglashdik mana. Shundoq yaxshi bir darsliklarni bizga bir so'zlab berdingiz. Bella tadqiq qildik. Shundoq bo'ldi ya. Lekin endi sizningki shu gaplaringizni anglagansiz adam o'shib ishkillab tushib ketib, ammo ba'zi bir misollarni deb qoldim. Shundoq bir hukmga ega oldimchu, endi men sizningki so'zlagan darsni oldim. Shunga bugun endi qaramanim bizning shu bir suhbatimizga qatnashib, biz bilan mishada ham suhbat bo'lib, jushqun shundoq o'ltirganligingizdan ben xo'sh bo'ldim. Malam ömrünüzge uzun ömür to'g'ri yashang deb shunday bir telekim bor malim. Rahmat. Rahmat malim. Bayatın Ahad Baq ustoz degan o'xshash bugungi programmamizni oddiy ko'may, alaydan oltin vaqtingizni chiqarib bugungi programmamizga qatnashib berganingizga bizni chin qalbimizdan o'quvchimiz bo'lish sifatim bilan chin qalbimdan rahmat aytman muallim, rahmat. Mushundaq qiron yosh yigitlardek turishingizni chin qalbimdan arzu qilaman. Rahmat. Laparchining lapri keldi.
çek benimle